Alloh taolo aytadiki, "Fastaqim kama umirt va man taba ma'ak." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizga buyurilganidek sobit qadam bo'ling. Va man taba ma'ak. Siz bilan tavba qilganlar ham sobit qadam bo'lsin deydi. Ya'ni doimiy solih amallarda bo'linglar deb marhamat qiladi. Dinda, shariat ustida sobit turishni so'raylik Alloh taolodan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng ko'p qilgan duolaridan biri, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Ey qalblarni o'zgartiruvchi Alloh, mani ham qalbimni diningda sobit qilgin derdilar. Albatta bu toat ibodatlarning mukofoti bor. Shu dunyoni o'zida, oxiratdan oldin. Alloh taolo aytadiki, "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kim mu'min holda solih amal qilsa deydi, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, albatta uni pokiza hayot bilan yashatamiz dedi. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ularning mukofotini qilgan amallaridan ham go'zalroq qilib beramiz deydi. Shuning uchun birodarlarim, toatga, ibodatga davomiy bo'laylik. Gunoh ustida o'lim kelib qolishligidan ehtiyot bo'laylik.